Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda boshlangan bir haftalik ob-havo prognozlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 20-26 aprel kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta sharhi. Joriy haftada O'zbekistonda ob-havo beqaror bo'ladi. Hafta boshlari va oxirida issiqroq havo kuzatilib, harorat +34 darajagacha chiqishi kutilmoqda. Shimoliy hududlarda va Qizilqum cho'llarida asosiy yog'inlar dushanba, seshanba kunlariga, boshqa joylarda esa chorshanba va payshanbaga to'g'ri kelmoqda. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. Joriy hafta ob-havosini ham qo'shni Turkmaniston hududlaridan kirib kelishi kutilayotgan iliq va bir nechta nam havo oqimlari belgilaydi. Janubiy siklonlar seriyasi sababli hududlarda yog'in taqsimoti turlicha bo'lgan chaqmoq momaqaldiroqli bulutlardan jadal yog'inlar kuzatilishi, tog' va tog' etaklarida sel xavfini oshiradigan vaziyat bo'lishi kutilmoqda. Ayniqsa, hafta boshlarida havo haroratining hududlarda +34 darajagacha isishi chorshanba va payshanba kunlari tog'li va tog'oldi hududlarda jadal yog'inlar yog'ish ehtimolini oshirmoqda. Bir so'z bilan aytganda, hafta juda beqaror bo'lishi, davomli shamollar esa voha tomonlarda chang bo'ronlari xavfini oshirishi kutilmoqda. Hafta boshlarida +34 darajali issiq havo hafta o'rtalarida ko'plab viloyatlarda +13, +18 darajali vaziyat bilan o'rin almashadi. Haftaning dam olish kunlari yana haroratning keskin ko'tarilishi ro'y beradi. Joriy hafta o'tmishdagi aprelning 3-10 kunlik haftalarga qaraganda biroz issiq bo'lishi oydinlashmoqda. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlarida haftaning ish kunlarida o'rtacha 5 kunlik harorat qiymati ko'p yillik iqlimiy me'yordan 2-3 daraja yuqori, janubiy viloyatlarda 4 daraja yuqori bo'lishi prognoz qilingan. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognozlariga ko'ra, haftaning dushanba, seshanba kunlari Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro va Navoiy viloyatlari hududlarida havo harorati maksimumi +34 darajagacha ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. Ushbu kunlari shimol hududlarda dushanba kuni, boshqa viloyatlarda dushanba, seshanba kunlari harorat maksimumlari +30 darajagacha ko'tariladi. Quyidagi prognoz xaritasida 20 aprel kuni respublika bo'ylab kutilayotgan maksimal harorat qiymatlari aks etgan. apreldan havo haroratining hududlarda sezilarli pasayishi ro'y beradi. Ayniqsa, haftadagi eng sovuq kun deb qaralayotgan 23-aprelda ko'plab viloyatlarda havo harorati kunduz kuni nari borsa +15 darajagacha ko'tariladi. 24-apreldan boshlab havo harorati hududlarda yana ko'tarilib boradi. Yakshanba kuniga borib, hududlarda yana +30 daraja va undan yuqori harorat kutilmalari chiqib kelmoqda. Hafta davomida tungi harorat qiymatlari unchalik pasayib ketmaydi. Mintaqaga nam havo oqimlari kirib kelishi sababli tun va tongda harorat qiymatlari sezilarli yuqori bo'ladi. Hafta o'rtalarida haroratning biroz pasayishini hisobga olmasa, joriy hafta tunlari harorat hududlarida mavsumga xos iliq bo'ladi. Sinoptiklar hafta boshlarida shimol va Qizilqum cho'llarida kuchli yog'ingarchiliklar, 22-23 aprel kunlari aholi zich istiqomat qiluvchi Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent, Jizzax va Vodiy viloyatlarida yaxshigina yog'ingarchiliklar bo'lishiga ishora qilmoqda. Shunda ham yog'inlar hududlarga bir xilda tushmaydi. Masalan,
Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo kabi viloyatlarda qaysidir hududlarda juda ko'p yog'in yog'sa, ayrim hududlarga juda kam yog'in tushishi mumkin. Quyidagi yog'ingarchilik prognoz xaritasida 20-23 aprel oralig'ida hududlarda yog'ishi mumkin bo'lgan umumiy yog'in quvvatini ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlari hududlarida juda ko'p yog'ingarchilik va ayni shu hududlarda sel kuzatilishi mumkin. Navoiy viloyati Nurota tog'li hududlarini hisobga olmasa, ushbu viloyatda yog'inlar ancha kam. Ushbu viloyat qatoriga Buxoro, Xorazm viloyatlari hududlari hamda Qoraqalpog'istonni ham kiritish mumkin. Bu hafta Shimol va Qizilqum cho'llarida yog'in juda kam. Nam havo oqimlarining mintaqaga kirib kelishi issiq havo ortidan ro'y berib, bunda hududlarda soniyasiga 20 metrgacha kuchayuvchi kuchli shamollar va chang to'zonlari yuz berishi mumkin. Yog'inlar jala, do'l ko'rinishda yog'ishi ayrim hududlarga yashin tushish xavfini oshiradi. O'zgidrometning boshqa bir axboroti hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognoz markazining prognozlariga ko'ra, hafta boshi va dam olish kunlari joylarda haroratning yuqori bo'lishi hisobiga, vodiydan tashqari joylarda haftalik harorat me'yordan 1-3 daraja issiq bo'lishi aniq. Yog'ingarchilik kesimida Shimol, Surxondaryo viloyati katta qismi, Vodiy va Sirdaryo viloyatlaridan tashqari respublika bo'ylab ancha namgarchil, yog'inlarga boy hafta bo'lishi oydinlashgan. Shunday qilib, joriy hafta qisqa muddatli jala yog'inlar, changli shamollar, haftaning boshlari va dam olish kunlari issiq harorat bo'lishi kutilmoqda. Bu safargi yog'inlar asosan tog' va tog' etaklariga ko'p yog'in ulashadi. Shuning uchun ushbu mavsum uchun ilk jiddiy sel suv toshqinlariga guvoh bo'lsak kerak. Ushbu maqolaning to'liq shaklini gazeta.uz saytidan o'zingiz batafsil o'qib olishingiz yoki ekranlaringizdagi matnlardan ham videoni sekinlashtirib o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.